Boshlang'ich $1500 bilan mana shu 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Spark'imiz Arena Svikupga berilyapti. Okalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Okalar, mashina holati rostdan aytaman, bomba. Top-toza kraskalar, okalar, katta motor. 4 ta banan yumshoqdan taqilgan. Tepa-past LED farlar. Tonirovkasi bor 2 oylik, xudo xolasa, okalar. Tepada shoxlari bor, xudo xolasa. Yana nima dey? Apshipkalari yaxshi holatda, chexollari yaxshi holatda, poliklari yaxshi holatda. O'zini mana bunaqa rullari 144 ming kilometr yurgan mashinani o'zi ishoning konditsioneri zo'r ishlayapti. Muzlatib tashlayapti akalar. Avtomat ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsasi bor. Yaxshi освежителlar, и plus mashinaning ichidan ham chiroyli hidlar, yaxshi hidlar kelib turibdi akalar. Orqalarida yengil esa metan gazlarigacha bor. Okay? To'g'ri aytaman, maza qilib haydaysiz olgan odamman. Kimdir misol uchun ayoliga ham o'ziga ham yaxshi niyat qilib yurgan bo'lsa, mana pajavsi mashina olganinglar yaxshi o'qing. Orqalarini ham bitta ko'rsatamiz mana. Tayyor holatda. Hech qanaqa shu. Boshiga $1,500 berasiz, oylik to'lov faqat shuni Telegram kanalimizga kirsanglar, shuni yozib qoldirdik, bemalol aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi. Dama deysizlar okalar. Bosish kerak faqat.